Assalomu alaykum hurmatli Fors tili kuzatuvchilari, kanalimizning kuzatuvchilari. Bugun yana sizlarning xonadoningizga mehmonmiz. Ushbu kundagi mavzuyimiz xo'roz va marvarid bo'lib, kichkina hikoya, lekin uni mag'zini qidirib izlab ko'rsangiz, juda katta ma'nolarga ega bo'lasiz. Marhamat, endi diqqatimizni ekranga qaratamiz. Xo'roz va marvarid. خروس در سرایی از پی دانه به هر سو میگشت. ناگاه در میان خاکروبه ها دانه مروریدی دید و پنداشت که جو است. چون درست نگاه کرد دید مروارید است. دلتنگ شد و گفت اگرچه دانه مروارید است و پرقیمت ولیکن در نزد من به قدر یک جو قیمت ندارد. Demak, endi matnni ko'rdik, o'qidik. Umumiy holatda bitta gaplarni o'qib tarjima qilamiz. Xo'roz va marvarid, bu xo'roz va marvarid degani hammamiz bilamiz, marvarid qimmatbaho tosh. Xo'roz dar saroyi az pey done be har su migasht. Demak, xo'roz uyda har joydan don qidira boshladi. Yurdi u yoqdan bu yoqqa qarab. ناگاه در میان خاکروبه ها دانه مروارید را دید و پنداشت که جو است. ناگهان supurilgan narsalar, oyoq ostidagi supurilgan narsalar orasida bir marvarid donasini ko'rdi va uni arpa deb o'yladi. Chun durust nigoh kard did marvarid ast. Deltang shud va guft. Yaxshilab diqqat bilan qarasa, u arpa emas, balki marvarid ekan. Bundan yuragi qisildi, xafa bo'ldi va aytdi: Agarche done marvarid ast va purqimat, lekin dar nazd man be qadri yek jo qiymat nadorad. Agarchi ushbu don marvaridning bir bo'lagi bo'lsa-da va juda qimmat bo'lsa ham, mening oldimda bir arpachalik qadri yo'q dedi. Demak, mana matnni ko'rdik. Xo'roz va marvarid edi. Ma'nosini yaxshilab tushunib olgan bo'lsalaringizga qisqagina izohlaymiz. Qolganini o'zlaringizdan izohlarda kutib qolamiz. Demak, har bir kishiga kerakli narsa bor. Kimgadir qimmat bo'lgan narsa, kimgadir arzimas narsa bo'ladi. Chunonchi ushbu xo'roz uchun bitta arpa yoki bug'doyning doni uning oldidagi juda qimmat turadigan, agar narxda hisoblasak tonnalab bug'doy va arpalarning narxiga teng kela oladigan marvaridning qadri yo'q. Nimaga? Chunki marvariddan uning qorni to'ymaydi. Buni majoziy ma'noda tushunib turib, har kim o'ziga kerakli narsani qidirib topish kerak va o'shandagina u o'ziga kerakli narsani topganida ko'ngli xotirjam bo'ladi. Qolgan izohlarni o'zlaringizdan kutamiz. Faolroq bo'linglar va qolganlarga ham bo'lishinglar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Doimo salomat bo'linglar. Har kim o'z izlaganini topsin. Xayr.